Nima qilsin? Nima qilsin? Qilsin. Yo'q. Men katta shaharda o'zim qoldim, qabul qildim. Men bu ko'rsatuvga asabim chidamayapti. Bilmayman, hozir tomoshabinlar nima qiladi Mashqda suv yo'q ekan desa borarmiz. Nima sabab burun chaqaloni burnini lezbi bilan ko'karish. Qaynana kuchuk ovqatlanadigan idishdan idishida suv ichiribdi deyapti sizlar. Ha, voy, juda yomon bo'pti. yoki ko'karib ketganiga burnini lezbi bilan kesmoqchi. Bu tarafga ham qarag'on o'zi uchun yordam bermoqchi. Ayolni makri degan narsani ishlatish kerak ekan. Eshitsa onasini eshityapti. Onasi. Mana bu ham aytyapti. Onasi bilan gaplashyapti. Уже bitta urush janjaldan sizga ko'nglingiz qoladi. Men shunaqa samandan yoshsan nimani bilasan degan ma'noda qarashadi. Men uchun muhim. Kunda kunora bo'lishi shart. Tilladan bo'lmaydimi? Botini beraveramiz. To'g'ri keladimi sizga? Dunyoqarash sizniki bilan Balo bormidi farzandli bo'lishga? Уже все случилось, давайте не будем смотреть. Qazimagan sababga ajralishib ketyapti-da. Tushunyapsizmi? Onasi bilan gaplashadi, bo'ldi, men yashamayman. Ano qizlar o'tirib hamma prins xohlaydi, это noto'g'ri. U internet, u erkak emas ular. Men erkak deb o'ylamayman. Faqat o'tirib olib ayollarni latta-puttasini gapiradi, ular erkak emas. Men erkaklar haqida Ha, u gapiryapman. erkaklar. Я бы, конечно, могла бы что-то o'xshab, kunlar, bir-nima. Bu podkastda bildirilgan barcha fikrlar va mulohazalar faqat bizning shaxsiy qarashlarimizdir. Ushbu kontent shu ayolning real hayotidan olingan. Biz boshqa insonlarning qarashlari yoki xatti-harakatlari uchun javobgar emasmiz. Xotinam ona. Ayolam ona. Pastromas bir xil turish kerak. Endi xotin ona bo'lguncha erini izimida bo'lish kerak. Tamom, o'zbekchilik shu. Bizning mentalitet shu. Unda shunga yarasha hurmat qilib qo'yish kerak ayolini. Ayoli aytgan xohlagan narsasini olib berish kerak, ayolini erkalash kerak, ayoliga yaxshi sovg'alar qilish kerak. Mana nima uchun eshitmaymiz? Mana nima uchun eshitmaymiz xotinlarni? Bo'ldi, shu videolarni hozir qo'yamiz anaqaga. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Bugun katta proyekt boshladik. 3-9 deyiladi. 3-9 ma'nosi, ya'ni bilasizlar, probani. 3-9-9-9-9. Tilla sotib olmang. Undan ko'ra o'zingiz tilla brilliantga aylaning degan holatda bu proyektimizda biz ayollarning muammosini ko'tarib chiqamiz. Faqat ayollar, balki keyinchalik erkaklarning ham muammo bormi? Erkaklarda o'zi ko'ramiz. Bu proyektni albatta kim olib boradi? Men ajoyib, iboli, xayoli, har doim sizni asabingizga gohida tegadigan, gohida esa haqiqatni aytib, sizlarni ko'zingizda yomon ko'rib qolgan o'sha men, Nilufar Hamidova, iqtidorli va talantli va men bilan birgalikda albatta aynan ayollarning muammosini juda ham osonlikcha hal qiladigan va juda katta muammolarni hal qilib, yechimini topib, yaxshi maslahatlar bergan zo'r mutaxassis, oliy ma'lumotli Inobatxon. Всем здравствуйте. Хотела бы, конечно, про нее что-то сказать, но она уже себя очень красиво Почему? Почему? Потому что всегда мы должны себя хвалить. А сам себя не похвалишь. Кто тебя похвалит? Я похвалю, моя дорогая. Так, мы начали новую программу. Надеюсь, она вам очень понравится, потому что мы от души хотим помочь вам, женщинам. Да, Inobatxon judayam yaxshi ko'radilar. Ko'pchiligiga yordam berib, ayniqsa ayollarga motivatsiya berishi yaxshi ko'rasiz, buni men bilaman. Shuning uchun bekorga siz bilan birgalikda proyekt qilaylik deb taklif bermadim. Men esa pozitiv, o'ynab kulib, kayfu o'sha qayerda o'yin kulgi o'sha yerga yuguraman va albatta hamma kayfiyat yaxshi bo'lgan joyda inson ham yursa, mazza qiladi, kayfiyati ko'tariladi. Ну, конечно, все в наших руках. Мы сами должны строить свою жизнь. Bizning mehmonimiz Lolaxon ismli qizimiz. Ularni o'ziga yarasha dardlari bor ekan. Biz taklif qildik va dardlarini hozir birgalikda eshitamiz va albatta mutaxassisimiz bor. Sizlar azizlar albatta kommentariyada yozib o'tasizlar, qanday qilib bu muammolarni hal qilsak bo'ladi. Va ko'rsatuvning oxirida biz shu muammoni to'g'ri yechimiga olib keldikmi, yo'qmi? Xullas, dardlarni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ben bundan 5 yil oldin turmush qurganman.
2 yil yashadik. Keyin qaynonamning doimiy aralashishlari sabab ajrashib ketdik. Ajrashib ketib ham qanaqa? Ya'ni qonuniy ajrashmadik. Ular xabar ham olmadilar, 1,5 yil yo'q bo'lib ketdilar. Men katta shaharda o'zim qoldim, ham o'qirdim, ham ishlardim, ham kvartira to'ladim, ham bolamni o'zim katta qildim. Lekin bo'lmabdi bunaqa qilib o'tirib olib, bitta kelinning gapini eshitib, qaynonaga Biza bitta kelin emas, biza bitta odamni Biza bitta odamni dardini eshityapmiz va uni dardi faqat yomonlash. Yomonlash faqat. Hop, u yomonlayapti, uni keyin yaxshi tomonini ham ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Balki onasi aytibamiz, bu yoqda ko'ryapti. 1,5 yildan keyin keldi, hech nima bo'lmagandek kel yarashamiz. Men esa xohlamadim, chunki qiyinchilik, o'sha stresslar sabab men ikkinchi farzandni yo'qotgandim. Xohlamadim va yo'q dedim. Keyin yana ketdi. Mana oradan yana 3-4 yil o'tib, endi 3 yil o'tdi hozir. 3 yildan keyin yana kelyapti. Ya'ni hech nima bo'lmagandek yarashaylik. Men to'g'risi qaror qabul qilishga qiynaldim. U sizga nima kerakligini o'ylab ko'rdingizmi? Sizga qanaqa erkak kerakligini, nimaga kechira olmayotganingizni o'ylab ko'rdingizmi? O'ylab ko'rdim. Onasi asosiy sabab, ikkinchisi o'zini umuman harakatsizligi. Uchinchi sabab, bir tarafdan farzandimni ham o'ylayman, keyinchalik kimgadir bilan turmush qursam, u qiynalsa yoki o'zi qat'iy qarorga kelib bo'lgandim, boshqa turmush qurmayman degan. Uydagilarimdan ham bosim bo'lyaptiki, keyinchalik o'zing qolib ketsang, qizing turmushga bersang degan fikrlar bo'lyapti. Qarang. Uydagilar sizni o'ylaydi. To'g'rimi? Uydagilarimdan ham bosim bo'lyaptiki, Yo'q, men qarayman, hozir ayollar emas, hozirgi qizlarni eshitsangiz, uni onasi xuddi biyonataqa gapiryapti. Bu qaysi endi xalaqit berurgandan keyin nima qilsin? Nima qilsin? Qilsin. Yo'q, qilmaydi. Qiz bola. Er va ayol bo'ldi, ikkalasi, uchinchi odam lishni. Uchinchi odam begona emas, uchinchi odam u onasi, Svetoy. Qilmasin. O'zini o'g'li, u ona. Biz erkaklar uchun bizi chest masalasi u. Nasibullo, nimaga? Tilladan bo'lmaydimi? Bortini beraveramiz. Nimaga doim qaynona kelin bo'ladi-da, qaynona kuyov bo'lmaydi? Nimaga qizlarning onasi indamaydi? Mana shuni jim o'tiradi, baxtli bo'lsin deb. Nimaga? Chunki oila erkak kishining gapi gap bo'lsa, keyin oila bo'ladi. Bo'lmasam bo'lmaydi oila. Agar gap ma'noli bo'lsa, gap bo'lsin. Xomma ayol kishining ham qalbi bor, yuragi bor. Temir tersa emas. Men bu ko'rsatuvga asabim chidamayapti. Bilmayman, hozir tomoshabinlar nima qiladi bilmayman. Suv yo'q ekan deb borardim sizga, Nasibullo. Ayollar eshitib, voy, qizlarni eshitish kerak emas. Qizlar mana oila, mana uy, mana bola, mana odam, живой odam, jonli odam, narsa emas, besh emas. Sizlar narsaga qaragandek, quliga qaragandek, temir tersiga qaragandek qaraysizlar. Ba'zi birlar. Yo'da ba'zi birlarning orasidan chiqqan, bu dardi bor, dardini eshitamiz. Yo'q, baribir ayol kishida ayb baribir 100% ayol kishi. Montajni qilaylik, qarsilatishni keyin ko'ramiz. Masalan, men sizga tushuntirdim. Ota-onangizga sizni baxtingiz kerak, to'g'rimi? Siz ham bolangizni o'ylayapsiz-ku. To'g'rimi? Keyinchalik nima bo'ladi? Qanaqa qilib yashayman? Kimga ota deb aytadi? To'g'rimi? Siz o'ylashingiz kerak. Sizni turmush o'rtog'ingiz. Faqat onasidan ekan. Masalan, alohida yashasanglar, sizga to'g'ri keladimi? Nimasi yoqmaydi sizga? Sizga umuman qanaqa odam kerak? Fikrlab ko'ring-chi, hozir masjidda. Biz alohida yashaganmiz, lekin u oilada shunaqa muhitki, ota bilan kamida 10-15 minut gaplashadi, lekin ona bilan har kuni 1,5 soat gaplashadi. Yana shu narsalar bo'lganki, yo'q, to'xtab turing, masjidda. Uzr, men sizni bo'laman, chunki fikrlar bo'linib ketmasligi uchun sizga yaxshilab yetib borish uchun-da. Ona bu ona. Men yevropeyskiy bo'lganim bilan men ota-onani birinchi o'ringa qo'yaman. O'zingiz farzandingiz bor, xudo xolasa o'g'il farzandingiz ham bo'ladi. Mama, ana всегда думает о ребенке. Всегда. Siz hech qachon onani boladan ajratmang. Navrot siz xursand bo'lishingiz kerak. Onani hurmat qilgan erkak sizni ham hurmat qiladi. Shunaqangi davrlar kelganki, men o'zi turadigan joyim qishloq joyda. Endi men bilgan narsam to'g'ri yo'nalish bermaganliklarda.
masalan chaqaloq tug'ildi, farzandim tug'ildi, chaqaloqcha ko'k bo'lib tug'iladi, to'g'rimi? Onasi shu darajaga olib borganki, mana bu kuchukning idishidan suv ichiramiz. Yo'q, nimaga men bolam, axir shu darajada bo'lganda, shunaqa narsada bo'lgan. Yo'q desam, yo'q ko'karib ketyapti, yuzini erim bo'lsa kerak, bir nimalar o'sha lezva bilan burnilarni ustini kesamiz degan joylar bo'lgan. Bu chaqaloq, onam o'zi shifokorlar. Mana Nilufar, вот я про что говорила. Вот я про что говорила, потому что gaplashdik deb biz umuman masalan menga европейский deb bunaqa narsalar bo'lsa nima qilamiz dedim sizga. Juda qiyin holat. Ona endi o'shanaqa muhitda tarbiya olib, o'shanaqa o'sgan. Hamma bizdan oldin 7 ta nevara bo'lsa, hammasi o'shanaqa bo'lgan. Bitta menga kelganda men yo'q deyapman. Opalar, ukalar hammasiga shunaqa ishlar qilgan. Men yo'q degan sarim muammolarim ko'payib bordi. Telefon qiladi, keyin oxiri chida olmadim. Oylab bu janjal davom etgandan keyin o'zing shu ishni qilasanmi, o'zing ichasanmi degandan keyin onasiga telefon qilib, "Ichiraman" deyapsizmi? Desa, "Yo'q, yuzini yuvaman" deyapti. Sizlar bo'lsa o'tirib ha chaqiring erini agar shunchalik qilgisi kelayotgan bo'lsa. Eshiting er tomonda. Itga idishida suv ichiribdi deyapti sizlar. Voy juda yomon bo'libdi. Hop qaynanasi sabab bordir. Qanaqa kuchuni idishiga bolaga ovqat solib beradi. Bu nimasi? Endi bu shu darajada ong past bo'lish kerakki, balki bu qizni ongi pastdirki, shu darajada aytyapti. Qaysi bir parosati aqli butun odam ikki kosasiga, keliniga yoki o'zini navarasiga suv ichiradi. Dardini aytyapti. Sizlar yomon gapirayotgandir bu qiz. Mana xatoylar. Sizlar ayollarning dardini eshitmaysizlar. Eshitmasa ularning dardi, bo'pti, ketdik davom etamiz. O'zini oldinda bo'lgan narsa yuzini yuvaman deyapti. Asl menga ichiraman dedingiz-ku, yo'q, yuzini yuvaman. Shu darajada bo'lgan. Keyin aytyapti, burnini ustini lezva bilan kesadi. Nima sabab burun chaqaloqni burnini lezva bilan ko'karish? Doktorlar nima dedi? Doktor hech nimaga, soppa-sog'lom bola. Просто u aytyapti, ko'karib ketyapti bola, unaqa bo'lib ketyapti. Ну это опасно. Очень опасно. Смотри, madamcha, я бы так поступила, да? Хоп. Yuzini yuvish kerak bo'lsa, ну это повеселилась бы, я сказала, ну ладно. Yo'q, endi sog'likka kelsak, yo'q, to'xtab turing. Но никто не имеет права на здоровье, правильно? Ну что это такое? Это здоровье. Я бы позвала врача и сказала бы, вот если врач разрешит, если это безопасно, если это моему ребенку поможет, то давайте решим это с врачом. Siz tushundingiz-a hozir bilan aytganlarini. Ya'ni gohida azizlar, agar siz qaynanangiz bilan mana shunaqa holatga kelib qoladigan bo'lsangiz, masalan, qaynana kuchuk ovqatlanadigan idishdan nevaralarga, chaqaloqga ichirmoqchilar yoki ko'karib ketganiga burnini lezva bilan kesmoqchilar. Bunaqa holatda xo'p, kelin gapirganda kelinning gapiga umuman quloq solmaydi qaynana. Bu holatda qanaqa vaziyatdan kelib chiqish kerak? Urushmasligi uchun, onani ham ko'nglini ranjitmaslik uchun, chunki yana eslatib o'taman, ona u ham nevarasini o'ylayapti, o'zicha yaxshilik qilyapti. O'zicha yaxshilik qilyapti. Siz u tarafni ham tushunishga harakat qiling-da. Men hozir o'rtada turibman. Bu tarafga ham qarab, o'zicha yordam bermoqchi-da sizga. Sizga bo'lmasa ham nevarasiga yordam bermoqchi. Tushundingizmi? Hozir tomoshabinlarga qo'yaylik. Shu holatda kelinlar sizlar mana Inoshaning maslahati bilan aytibdiki, tibbiy mutaxassis chaqiringlar, vrachlarni, shifokorlarni chaqiringlar. Kimdir bir uchinchi odam etsa, o'shandagina ular yana kim uchinchi odam? Uchinchi rangam. Yuqori saviyasi mutaxassis insonni chaqirib. Chunki ko'pincha kelinlar san yoshsan, san bilmaysan deb turib qaynana ahamiyat bermasligi mumkin, lekin agar haqiqiy bir mutaxassis, oliy ma'lumotli odam boshqa tomonlama kelib aytsa, o'shandagina balki gaplariga kirishi mumkin edi. Mana ketyapti prямой efir, hozir orasiga qo'yaman, kommentariyada ko'ramiz. Xo'p, qo'ying, qo'rqadigan joyim yo'q. Onam shifokorlar, endi o'sha qishloq sharoitida eng oliy ma'lumotli, oliy toifali shifokor. Yo'q, bu yerda lekin onangiz ham yordam bera olmaydilar, chunki siz onangiz. O'shanaqa bo'ldi. Umuman begona odam, umuman tashqaridan ko'pincha mana juda ham ko'p holatlarda hattoki endi siz qaynanani aytyapsiz, turmush o'rtoqlar ham, misol uchun turmush o'rtoqlarga masalan ayoli aytsa,
umuman ishonishmaydi, lekin ko'chadan kimdir boshqa odam aytsa, o'shalarni gapiga ko'proq kirishadi. Yaxshi balansni to'g'ri ushlash kerak. Faqat ona tomon bo'lib qolishyapti, lekin ayolini unutib qo'yishyapti. To'g'ri, to'g'ri. Onasi o'rtada balans. Ya, eshiting, onasini bolasi ham bor, to'g'ri. Nima deydi? Mamina sinochka deydimi? To'ppa-to'g'ri. Mamina sinochka. Unga ayollar ham, mana siz o'g'il o'stiryapsiz, to'g'rimi? O'g'lingiz bor. Qancha po'palasangiz, u mamina sinochka bo'lib qoladi. Neytral bo'lish kerak. Nimagadir ko'pincha o'shani siz tarbiya berib keting. O'g'il bola erkak bo'lib tarbiya olsin. To'ppa-to'g'ri. Aralashuv, yiqilib tushsa ham voy bolam deb silab siypasangiz, xuddi shunaqa mamina sinochka bo'ladi. Keyin keliniz. Psixologiya. Вот это psixologiya. Men hozir sizga aytaman, qarang. Muammo hamma joyda bo'ladi. Gap uni yechimida. Tushundingizmi? Mana muammo chiqdi. O'zingiz bilmayapsizmi? Kimdandir so'rang, qanaqa qilib yechsam bo'ladi bu muammoni. Самое главное, чтобы вот прийти к одному мнению и правильному мнению. Понятно, да? Bitta fikrga kelib, janjalsiz, to'polonsiz, urushsiz ayolni makri degan narsani ishlatish kerak ekan baribir. Lekin yaxshi tomonlama, yomon tomonlama emas, ayolni makri faqat yaxshi tomonlama ishlatib, sal makrliroq bo'lsak, baribir biz hammamiz как aktyor, честно. Мы все актеры в этой жизни. Hammamiz artistmiz, aktyormiz. Har xil kimdir qanaqadir bir vaziyatda jahldor rolini ijro etadi, keyin siqilgan, keyin qurbonlik qilingan inson bo'ladi, keyin yana kayfiyati chog'. Har xil kasb egasi ham bo'lib chiqamiz biz. Hech ham eshitmayman. Mana men o'zim erkak sifatida ko'rdim, ko'ryapman. Erkaklarga yoqmasligi mumkin. Mana hozir yo'q, mana eshiting. Mana hozir atay videoni qo'yib qo'ydim, shu haqiqat bo'lsin deb. Mashinadan qo'yaman atrifkani. Ko'rishadi, kommentariyada yozishadi. Faqat kelinda eshitib, voy ikkita anaqa chapqa cholib. Gap unda emas, prosta erkak kishini hozirgi kunda juda ham ko'pincha ba'zi bir erkaklarni o'zini fikri bo'lmayapti. Ko'chadagilarni eshityapti-da, keyin kelib xotinlar onasini eshityapti. Onasi mana bu ham aytyapti, onasi bilan gaplashadi. Kim bilan gaplashsin unda? Gaplashadi. Men ham onam bilan gaplashaman. Kerak bo'lsa 24 soat gap. Har bir insonni o'zini siz o'g'lingiz siz bilan gaplash. Fikri bor. Bo'pti, siz o'g'lingiz siz bilan gaplashsa, bu yomonmi sizga? Вот смотрите. Окей. Сейчас пока не забыла, сори. Посмотрите, у нас разные позиции, да? Я ее попросила, чтобы она более на узбекскую сторону переходила, и потому что у меня немного будут с этим проблемы, я более европеизированная. Но моя сторона такая, я только за честность. Вот у меня нет этой хитрости, я только за правду. Вот у меня такая позиция, я за правду, но мягкую правду. Да? Я всегда могу найти язык со всеми. Вот она правильно говорит, потому что вас, она уже по менталитету идет, правильно? Нет, по правильному менталитету должна быть хитрой. Почему? Я так считаю. Bir xil payt ayyor bo'lib, yaxshi gapirib, ishingizni bajara olasiz. U tomon ham xursand, siz ham xursand. Do'q qilib, baqirib, urush janjal bilan hech qachon qilib bo'lmaydi. Qaynanangiz yo'q. Lezve bilan burnini kesamiz degan paytda, bo'ldi oyijon. Hozir oyijon. Shunday tibbiy bir mutaxassis chaqiraylik, shifokorni chaqiraylik, qani ular nima deydi deb. Ana u shifokor kelsa, siz o'zingizni onangiz emas, xolangiz emas, yaqiningiz emas, umuman begona odam kelib aytganida, ha deb o'ylanib qolardilar deb o'ylayman. To'g'ri. Bu yerda siz ham yomon ko'rinmasdingiz. Ular ham уже keyingi nevaralariga unaqa qilmasdi. Boshqalarga aytardilar, что так нельзя, потому что врач, он прям полностью объяснит, что так нельзя. Чем это грозит, что будет. И уже bitta urush janjaldan siz ham ko'nglingiz qolmasdi, и boshqalar ham, я не знаю. Menimcha bu gapdan keyin men aytmoqchiman, ko'proq biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Shunaqa vaziyatlarda. Kimdandir xato ayb topmasdan, chunki ularni o'zgartirib bo'lmaydi. Yoshi kattalarni umuman o'zgartirib bo'lmaydi. Xafa bo'lishmasin mendan, chunki yoshi kattalar o'sha prinsip bo'yicha, o'sha soha bo'yicha, o'sha miyaga singib ketgan, o'sha yo'nalish bo'yicha bo'ldi. Men shunaqa, sen mendan yoshsan, sen nimani bilasan degan ma'noda qarashadi. Balki biz ham ularning yoshiga yetib borganda shunaqa qaraydirmiz biz yoshlarga. Xuddi shunaqa bo'lardirmiz. Shuning uchun ularga moslashgan holatda, lekin o'zimizning fikrimizni ham qo'shgan holatda, unutmagan holatda qanaqadir bir yo'naltirib o'shani harakatini qilishimiz kerak. Mana qarang, ha 30 minut eshitib chiqdim, 30 minut. Ha desa qaynonam, o'sha o'zbek ko'rsatuviga o'xshab qolyapti, televideniyadagi ko'rsatuvlarga.
bir tomon qaralgan, bir tomon eshitilgan, bir tomon ikkinchi tomonga loy chaplangan. Loy chaplanmayapti, erkaklar prosta o'zini erkakligini shunday qo'ysa, o'shandagina normalniy oila bo'ladi. Bu xotiningizdan ko'rinib turibdi. O'zi как будто farishta, o'zidan haqiqatda 3 ta 9 probani yoqib olgan, yasab olgan. Sizni anaqangizni to'xtatib qo'ydik. Вы поняли, да, эту ситуацию? Что можно было сделать в этой ситуации? Nimaga men sizga aytyapman? Chunki bunaqa vaziyatlar har xil hayotingizda hali ko'p bo'ladi. Siz ma'nosini tushundingizmi? Nima qilish kerak shu paytda? Men uchun muhim. Tushundingizmi, tushunmadingizmi? Xo'p, keyingi anaqasida siz nima qilasiz? Menga tushuntirib bering. Для меня это важно на самом деле. Shunaqa vaziyatga tushganda. Именно shunaqa vaziyat bo'lmaydi-yu. Sal boshqacharoq bo'ladi-yu, nima qilasiz? Подождите, я прям экзамен буду брать. Ayting, mana shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Nima qilasiz? Menimcha tajribaliroq odamdan maslahat so'rab yo'l tutgan. Uchinchi odamni chaqirishingiz kerak. To'g'rimi? Albatta. Nima deyish kerak ekan? Я вас уважаю deyish kerak. Qarang, eslab qoling. Men sizni hurmat qilaman. Siz yoshingiz katta ulug'. Siz mendan ancha aqllisiz deyiladi. Siz meni o'ylayapsiz, farzandimni o'ylayapsiz. Sizga katta rahmat. Lekin keling, yana bitta mutaxassis chaqiraylik deb aytmasligingiz ham mumkin, lekin chaqirib qo'ying. Tushundingizmi? Hozir o'sha yarashmaslik. O'zimga yarashmaslik va oila qurmaslik darajasiga yetib kelganman. O'zingiz o'ylashingiz kerak. Это вот вообще noto'g'ri. O'zbeklarda ham shunaqa gap borki, hamma jufti bilan. To'g'ri. To'g'rimi? Agar bilasizmi, albatta jufti bilan agar yashamasangiz har tomonlama bu sizga o'zingiz jazolagan bo'lasiz. Birinchidan men aytaman, har doim deydi, kunda kunora bo'lishi shart. Bu sog'liq uchun. Bilgandirsiz-da, nima ma'noni aytaman. Baribir ayolga erkak kerak, erkakka ayol kerak, muhim. Onkologik kasalliklar, asabiylashish, depressiya, stress bilan hammasi o'shandan kelib chiqadi. Har xil toshmalar, yoki mana o'sha ayollik anaqada bachadonida, matkada har xil kasalliklar bu yillar vaqt o'tgandan keyin baribir o'zini asoratini beradi. Bu siz bo'ldi yashamayman, mana qilishingiz kerak emas. Endi farzandinglar bor o'rtada. Iloji bo'lsa, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, meni fikrim yarashganingiz ma'qul. Siz ham farzandni o'ylashingiz kerak, ham o'zingizni o'ylashingiz kerak. Va erni menimcha o'sha ayyorlik ishi bilan qanaqadir bir o'zgartirish kerak deb o'ylayman. Endi meni fikrim. Yo'q, meni fikrim ko'nglingiz qanaqa shu odamga? Ценности. Вот переведите, пожалуйста, что такое ценности? Qadr-qiymati, shu insonni qadr-qiymati. To'g'ri keladimi sizga? Dunyo qarash sizniki bilan to'g'rimi? Bir xilmi? Yo'q, umuman boshqa. Ikkita odam majburan yashagandek yashagan. Majburan, siz umuman baxtli. Shuncha yil yashab balo bo'lmadi farzandli bo'lishga. Уже все случилось. Вот зачем? Уже все случилось, давайте не будем смотреть. Уже все произошло. Мы решаем проблему уже будущего. To'xtab turing. Sizga nimasi yoqmaydi? Menga ozgina tushuntiring, men ozgina tushunmayapman. Mustaqil fikri yo'qligi, o'zi qaror qabul qila olmasligi, biz uchun hech nima qilmaslik. Sizlarchi farzand uchun ham hech nima qilmagan. Shu darajaga kelganmizki, qizimni kasal qilib qo'ygan. O'sha qanaqa topgan pulini yaxshi ishlaydi, shuni uyiga beraveradi. Toshkent shahriga 200 ming pul qoldiradi. Tajiki biz qizim bilan kasal bo'lsak, onam beravergan boshqa dorilar ichib davolangan darajada bo'lganmiz. Mana qarang, maska aytaman. Это страшно, но я скажу правду. Да? За правду я. Eshiting, agar erkak kishi ayolni yaxshi ko'rmasa, bu juda ham qo'rqinchli, lekin farzandni ham tashlab qo'yadi. Demak, вот я могу сделать так, если ты захочешь, я могу тебе помочь, чтобы он тебя полюбил. Если ты захочешь. Agar siz xohlasangiz, siz o'zingizdan shunaqa ishlaniladi va sizni haqiqiy o'zingizni turmush o'rtog'ingiz, juft halolingiz sizni qaytadan sevib qoladi. Xohlaysizmi? Просто мне нужно знать, что ты этого хочешь. Yo'q, men xohlamayman, chunki juda anaqa qadr qolmagan men uchun. Sud bo'ldi, 6 oy muhlat berdi va xudo xohlasa keyingi oy sud bo'ladi. Men shunchaki bitta yukdan qutulgandek his qilyapman o'zimni. Okey, bo'lmasam sizga uy vazifasi.
Hozir bizning vaqtimiz bo'lmasa kerak, lekin men hamisha yordam kerak bo'lsa sizga yordam beraman. Bu передачаdan keyin ham qarang, yozib chiqasiz. Nimagaligini sizda u вас обиды на прошлое. Alamingiz bor. Oldingidan alamingiz bor deysiz. Masalan, u xo'p onasiga berar ekan, o'sha yomon narsa emas, o'ylashlarga bergan, onasiga bergan yaxshi. To'g'rimi? Sizga bolangizga bermayapti, chunki уже sizda ko'ngli yo'q. Lekin agar u 100% ko'ngli bo'lmaganida, yana kelib yarashaman demasdi. Tushundingizmi? Просто sizda unga nisbatan kontrol yo'q. Siz uni kontrol qila olmayapsiz, sevdira olmayapsiz. Balki bitta shans berib ko'rardirsiz. Yo'q, buni o'ylab ko'ring. Buni o'ylab ko'ring. Men sizga hali za kadrом тоже savollar beraman. Можем ли мы из этого прошлого мужа сделать мужчину твоей мечты? Я думаю, вот это лучший вариант. Почему? Потому что sizda farzand qiz, qiz. O'rtada farzand bor-da. Men judayam xohlardim o'sha farzandlarni o'zini haqiqiy otasi, haqiqiy onasi bo'lishini. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi turmush emas. Chunki baribir psixologiya bo'yicha ham, boshqa masalasi bo'yicha ham ayollarning fikri, xayoli bitta, erkaklarning fikri, xayoli bitta, xarakter ham 4 ta 5 ta xarakter bor. O'sha aylanib yuradi, tushunasizmi? Agar shu erkak o'zingizni eringizdan ajrashib, boshqa yer yaxshi topaman desangiz, balki o'sha uni xarakteridagi narsalar bu yerdan chiqib qolishi mumkin. Biz bilmaymiz. Shuning uchun, я думаю, o'zlarini, erlarini qanaqadir bir boshqacha bir qanaqadir mehr berib, qanaqadir bular bilan ishlab, birlashtirib, er bilan ishlashim ma'noda ham yo'q. Men ayol bilan ishlayman. Qanday ishlaysiz? Bular bilan ishlaysiz, bular erlar bilan ishlaydi-da, tushundingizmi? Я могу сделать волшебство. Bori bilan ishlaymiz. Tushundingizmi? Вот как есть, так моя работа заключается в том, чтобы она была счастлива. Agar men sizga aytmoqchimanki, qarang, siz bilan shunaqa ishlanadiki, полностью ваша судьба притянется сама. Tushundingizmi? Lekin nima bo'lgan taqdirda ham hech ham depressiyaga tushmang, stressga tushmang. Bilasizmi, bitta narsani aytaman, baribir hammamizda muammo bor. Hammada, pulda ham, manda ham, operatorlarda ham, o'zingizda ham. Bu katta muammo emas. Bu katta muammo emas. Nimaga katta muammo emas deyapman? Bu melish muammo sizni hayotingizdagi. Nimaga? Chunki ikkita qo'lingiz bor, oyog'ingiz bor, ko'zingiz ko'ryapti, quloqingiz eshityapti, burningiz nafas bilasiz, hidlayapti. Ovqat yesangiz, yeya olasiz. Eng asosiysi siz sog'lomsiz va go'zal ayolsiz. Emassiz. Chiroylisiz, yoshsiz, farzandingiz bor. Bemalol, ayniqsa bizada baribir hech kim kambag'al qashiq bo'lib qolmaydi-da. Ishlasa, tishlaydi, nonini, choyini yeb ichib ketadi. Shuning uchun bu muammoga shunday qarang-da, ahamiyat bermang, stressga tushmang, lekin hal qilsa bo'ladi bu muammoni deng. Bu ko'rsatuvga prodyuserlik qilishimdan maqsad shu edi, manfaatli bo'lsin. Ajrashib ketayotgan oilalar bor. Arzimagan sababga ajrashib ketyapti-da, tushunyapsizmi? Onasi bilan ko'p gaplashadi, bo'ldi, men yashamayman. Shu ham sababmi? Ajrashishga. Erkak kishi latta bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Tarbiya qilsin. Erkak qilib tarbiya qilsin. Erkak kishi latta bo'lib telefonni kavlaydi, povu tushadi eridan, bo'ldi, yalintiraman. Tizalataman degan qizlarga Nasibullo u ona emas, u xotin, ayol. Nimaga onalik qilish kerak? Boshqatdan, boshidan tarbiyalash kerak erkak kishi. Nimaga? Chunki sizni qo'lingizdan ancha-muncha narsa keladi. Qani muammo, qarang, yoshgina bo'lsa, o'zi pul ishlasa, o'zi farzandi sog' va sog'. Мне кажется, это вообще счастье. Правильно? Fikringiz? Fikrim yana bir o'ylab ko'raman. Mana ayol kishidan nima so'raladi? Telefonni kavlamasin, erini boshqarishga harakat qilmasin, erini aytganini qilsin. Bo'ldi. Nimasi ham muhim bo'ladi? Ayol kishining vazifasi bu. Sizlar ham ko'lamaylar unda ayollarning telefonini qayerga borgin, qayerga kelding deb so'ramaylar. Erkak kishining vazifasi, ayollarni boshqarib turish erkak kishining vazifasi. Отношения bir xil bo'lish kerak. Bir-biriga bog'langan holatda munosabat bir-birini tushunish kerak. Harakat qilaman. Nimada harakat qilasiz? Men harakatim shu bitta. Ajrashish demak. Подождите, задание. Она bitta joyga nima qilolmayapti? Tushunmayman, sezonman. O'shaning uchun spiska yozasiz. Какого мужчину хочешь притянуть? Какой тебе мужчина нужен? Список. Какие у него должны быть ценности, как он должен выглядеть.
Понятно, да? Но еще одно хочу сказать. O'zingizga yarasha bo'lsin. Qizlar o'tirib hamma prins xohlaydi, это noto'g'ri narsa. Har kim o'ziga yarashasini orzu qilish kerak. To'g'risi. Tushundingizmi? O'shaning uchun yozib chiqasiz. Какие у него должны быть ценности, какой у него должен быть характер, внешность, вот это все yozasiz. И потом какие не должны быть. Плюсы и минусы. Tushundingizmi? O'shanda hammasi hozir o'zingiz bitta fikrga kela olmayapsiz deysiz. Tushunyapman, eshityapman, ko'ryapman. Tushundingizmi? Siz nima adashtiryapsiz qizni? Adashtirmang. Men aytmoqchiman, turmush birinchi o'rinda turmush o'rtog'ingizni o'zini qanaqadir bir o'sha ajrashishdan uzoqroq qilib yaqinlashtirish xohlayotgandim-da, chunki o'rtada farzand bor. Shunga. Ko'rdingizmi, bizda ikkimizni anaqa ikki xil pozitsiya. Ikki xil pozitsiya. Men xohlayapman sizni baxtingizni. Ular xohlayaptilar yarashtirishni. Lekin yarashgani bilan olib kelib qo'ydik deylik, baxtli bo'lmasa, ikkalasi yana ajralib ketaversa bo'lmaydi. Bu uchun bularni o'zlarini o'zgartirish ayyorlik stara shkola. Yo'q. Sabr toqat. Qurbaqa ham oxiri bitta bosgandan keyin baqirib yoradi. Sabr toqatda to'g'ri, yaxshi, lekin chegarasi bor sabr toqatda hamda. Balki yana bitta shans berib turib, bitta imkoniyat bergan holatda deyman. Nimaga? Chunki o'rtada farzand bor. Men shuni xohlamayman, farzand, tем более qiz bola begona ota kirishini xohlamayman. Juda ko'p vaziyatlar bo'lgan. Очень хорошая позиция. Она думает о ребенке, она думает о вас, но я думаю о счастье. Поэтому hozir men yarashganim bu o'zini ustida ishlash kerak. Nimaga sizlar ko'chaga chiqib, ko'chadagilar og'ayninglarni ulfatlarda, choyxonalarda o'tirganda og'ayninglar biron bir narsa deb qo'ysa, sizlar ularni yoninglarni olib xotininglarning oldiga kelib qo'shib erkak kishi, masalan, men erkakman, choyxonada oilamni обсуждение qilmayman. O'rtoqlarim qilmaydi afsus. Bu xotinlar o'tirib olib, ha qaynonam bor, voy o'rtog'ing bunda, voy seni oying bunda. Internetda rosa g'iybatchilik ko'payib ketgan, faqat erkaklik internet bu erkak emas ular. Men erkak deb o'ylamayman ular. O'tirib olib ayollarni latta putasini gapiradi, ayollarni gapiradi. Men erkaklar haqida gapiraman. Qani u erkaklar, qani? Ular o'sha Mamina Sinochkalar ular. Mana ko'raylik mana hozir. Tushundingizmi? O'zini ustida ishlamaguncha eski anaqaga borish foydasi yo'q. Xuddi shunaqa narsa bor. Eshitolmadik. Bo'lib qo'ydik, eshitamiz sizni. O'sha qizim uchun harakat qilish, yarashga xohishim ham yo'q. Bu vaziyat necha marta bo'lgan? Bo'lgan demak. Qayta borilgan. O'zim borganman va tahqirlangan. Mana kelding degan narsalarni olgan uchun. Endi o'zi kelyapti, to'g'ri, lekin vaqtincha bo'ladi. To'g'rimi? Yarashgan paytda vaqtincha bo'ladi. O'zgarish bo'lmaguncha kelib yarashishning foydasi yo'q. O'zgarish, odam ichida o'zgarish bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Kimdan o'zgaramiz? Kimdan o'zgaramiz? O'zidan ishlash kerak. Сама должна работать. Siz o'zingizdan o'zgarishsiz. Конечно. Ну как, она же не знает, она пришла за помощью. Она же не знает, что мне делать. Вот первое задание. Что нужно делать? Нужно написать список, что ты хочешь от мужчины. Какого мужчину ты хочешь. Понятно, да? Это вот первое задание. А потом я уже скажу. Дальше что мы будем делать? Вот эти вот все прошлое, вот это вот. Я бы, конечно, могла бы, чтобы психолог yo'q, куля, bir-nima. Foydasi yo'q. Я коуч, который думает о будущем. Понятно? Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Sizni esa albatta kommentariyalaringizda fikrlaringizni yozib qoldirishingizni so'raymiz. Demak, bugungi mavzuni ko'rdingiz, qanaqa holatlarligini. Men xohlardim farzandlar o'zini otasi, o'zini onasi bilan yashashini va sabr toqatli bo'lish kerak emas er-xotin bir-biri bilan. Agar er-xotin bir-birini sevmasa, bo'ldi, oilada umuman farzandga ham e'tibor bo'lmaydi, janjal, to'polon. Shuning uchun birinchi o'rinda er-xotin bir-birini sevish kerak. Bu uchun nima qilish kerak? Menimcha, erkak kishi o'zgarmasa, ayol kishi o'zgarish kerak. Ayol kishi o'zgarmasa, erkak kishi o'zgarish kerak. O'zgarish kerak. Harakat qilish kerak. Lekin bizda hozir turmush o'rtoqlari yo'q. Biz erkaklar bilan ishlaymaymiz, asosan ayollar bilan ishlaymiz va shuning uchun birinchi vazifa berildi. Menimcha, agar sizlarda ham kimlardadir shunaqa muammolar bo'lsa, sizlar ham qani yozib ko'ringlar. Keyinchalik bizning oldimizga kelinglar. Keyingi uy vazifasi qanday, nimadan iborat bo'lishini biz ko'rsatuv orqali sizlarga ko'rsatamiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. И, кстати, наши зрители, хочу вам сказать, вы, наверное, из этой передачи, да, вот, из этой ситуации должны были вынести для себя урок. Вот, что можно делать с каждой ситуацией, как можно ее решить.
Правильно? Вот, например, одна ситуация была. Как можно решить? Нужно привести кого-то, чтобы он решил эту проблему. Всегда, в каждой ситуации вы можете найти себя, поэтому будьте повнимательнее. Да. Главное, без скандала, без всяких оскорблений. Haqoratsiz, janjalsiz, har bir muammoni hal qilsak bo'ladi. Ko'rishguncha. Пока-пока. Shu ko'rsatuvni YouTube'ga joylaymiz. O'rtoqlar, mana erkaklarga ko'rayotgan bo'lsanglar, kim men tomon, kim bu tomon? Ayol kishi tomon. Erkaklar bo'ladi. Ayol erkaklar bor, men yo'q, men aytmoqchiman, xo'p, ayollar, erkaklar bir-birini tushunish kerak-da, balansi ushlash kerak erkak kishi o'rtada. Qaynonaga ham, onaga ham, o'zini onasiga ham, ayoliga ham bir xil qarash kerak. Nimaga doim bizda o'tmishda ham bo'lgan, hozir ham ayol kishi baribir ayol kishi onadan pastroq turadi. Shuni unutmang. Onadan xo'p siz kelin olasiz, o'zingizni uylaysiz, qani ko'ramiz. Siz bilan teng xotinni olib borsin, qaytlaringiz achishib ketardi, ko'ramiz. Bu podkastda bildirilgan barcha fikrlar va mulohazalar faqat bizning shaxsiy qarashlarimizdir. Ushbu kontent shu ayolning real hayotidan olingan. Biz boshqa insonlarning qarashlari yoki xatti-harakatlari uchun javobgar emasmiz.